Bunun bilen çoğlanıp çırak tədqiqatı yeni başlanıp ketdi. Lampushka qilin yo'tish uchun temperaturani 1000 gradusdan oshirish kerak. Lekin odatdagi narsalar bunda harorati erib ketyapti. Başliq, qaraganda biz yana oq oltin ishlasak bo'g'idek. Edisonning ko'nglini tushunishga bo'ladi. Chunki u oilalarda ishlab kelib bo'ladigan arzon lampushka kashf qilishni umid qiladi. Agar oq oltin ishlatilsa, uni faqat boylarlar ishlatalaydi. Lekin muvofiq material topilmag'achqa oq oltinni ishlatmay bo'lmadi. Keyin Edison tanaqqa yuqori oq oltinni ishlatgandimi, yana chatoq chiqib, tajriba yana bir qatim mag'lub bo'ldi. Oq oltin yana oq oltinda taqshinayotganini qarab. Aha, oq oltinmi ko'yib ketdi u. Buning sababi nimada? Qaraganda oq oltin lampushka qilishga yaramag'idek. Başliq, buning sababi nima? Qil kuyishdan ilgari tok besimi chekiydiganға aram mushinchilik qilib edi. Endi bildik. Tok besimi teven chaqdida harorat o'rlab ketsa, oq oltin qil o'xshashlik kuyib ketadi. Shunga Edison tok besimi o'rlab ketsa, o'zligidan tokni uzib o'tadigan avtomatik uskuna yasadi. Ondan oq oltinni qayta sinab qildi. Lekin yana muvaffaqiyat qozonolmadi. Ko'zni yumib ochqicha oradan 1 yil o'tib ketdi. O'rinda ishlatgan bo'lgan materialni texnik topamidingizmi? Topamadim. Lekin cho'qim tepiladi. Yer sharidan cho'qim tepiladi. Endi chatoq bo'ldi. Chatoq bo'ldi. Chatoq bo'ldi. Edison, chatoq bo'ldi. Morgan bilan Pilat davomli xarajat berishdan yenyapti. Ha? Ular zoti taqat qilmabdi-da. Shundaqmi yo'lsizlik qilgan bormi? Nurg'unlagan olimlar amal qilmagan ishda qandaqmi osonli muvaffaqiyat qozonqili bo'lsin? Ha? Rasidingiz. Bu haqiqatni siz demisingizmi? Men obdan bilaman. Lekin Edison hargiz meyislanmadi. Oq oltindan arzon ham oson topqili bo'ladigan material. Voy, siz nima ish qilyapsiz? Voy xudoyim, yuzingizni qop-qora qurum qilyapsizku. Ey, mushunda oddiy haqiqatni nima ish qilib aytmagandiman? Başliq, agar ko'mirdan chiroq qilyapsak, ko'mir oksigen bilan osonli birlashib, tezlik ko'yib ketmamdi. Ha? Rost. Lekin chiroqdagi havoni simirvasak, qanday bo'ladi? Ha? Chiroqdagi havoni simirvasak demsiz? Shundoq. Chiroqni vakuumlashtirsak, ko'mir oksidlanmaydi. Shunga oson kuyib ketmaydi. Mundaqda. Shundoq. Edison agar chiroq ichidagi havoni tatib etib, chiroqni vakuumlashtirib, andin chiroqni to'pga olasak, natijada chiroqmi yuriydi, ham kuyib ketmaydi deb o'yladi. Dastlabda paxta talasini ko'mir qilyapsam, andin uni attaq shaklida egib 5 soat qizdirsammi? Hey, yanili bo'lmadi. Hey, qizdirish usulini o'zaro tadqiq berdim. Edison 2 kun sarf qilib, paxtadan yasalgan ko'mir qilichini lampochkaga o'rnatdi. Keyin polisin dashasidan siklondan havo simirish mashinasini argat ilib, lampochkaning ichidagi havoni milliondan 1 darajada vakuumlashtirdi. Bo'ldi, shunday qilaylik. Qog'inni peshonimizdan ko'raylik.